mikrofonsiz gapiraman. Ozgina shunday bo'lishi mumkin, lekin qaranglar qizlar, qanaqa chiroyli. Men rostdan shunaqa bijuteri, kosmetika, mana shu narsalarni yaxshi ko'raman, lekin imенно o'zim hozir sotayotganim uchun har xillaridan olib kelganman. Mana buni ham moslashmoqdaman. Bu esa bunaqa narsa обычно ko'pincha mendan so'rashadi hijob deydi. Просто bazali ko'ylak kiyishadi, или же oddiy atlasli ko'ylak kiyishadi, ustidan bundan qilib olishadi. Shunaqa chiroyli aksessuar. Qarang. Вообще chiroyli-da. Endi men buni hozir ili buni taqib ketaman. Men приедет, kelasini taqsiri bo'ladi. Men jemchuk bo'lgani uchun hammasini jemchuk qilmoqchiman. Именно men buni ham klassik kiyimlar bilan ham polo klassik kiyimlar bilan juda ham chiroyli qiladi. Keyin men buni ham hozir taqib ko'rmoqchiman. Bu bilan shunaqa obraz и вообще mana bu zreyla bilan ko'rinishingiz shunaqa ochiladi. Ko'ramiz bilan. Прям сразу заметный bo'lasizda. Masalan, agar ajalib turishni xohlagan qizlar bo'lsa, mana mashina bemalol taqsir bo'ladi. Qaranglar. Прям сразу ko'rindim. Shunligini qaranglar. Hammasini alisha qilib bemalol taqsir bo'ladi. Yandexdan Toshkent ichida viloyatlarga bo'lsa, BTSdan jo'nab boraman.